Masonlar ushbu tashkilot haqida gap ketganda ularning nomi doimo siyosat bilan yonma-yon tilga olinadi. Bu tashkilot tashqi tomondan xayriya, ma'rifat va birodarlikni targ'ib qiluvchi jamiyat sifatida ko'rinsa-da, ichki doiralarda global siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatayotgani haqida fikrlar asrlar davomida muhokama qilinib kelmoqda. Masonlar tarixan ko'plab yirik siyosiy arboblar sifatida bo'lgan. AQSh asoschilari Jorj Washington va Benjamin Franklin, Buyuk Britaniya bosh vaziri Winston Cherchill va hatto Napoleon davridagi ayrim generallar ham masonlik bilan bog'langan. Bu shunchaki tasodif emas, chunki masonlikning asosiy kuchi siyosiy elita ichida tarmoq yaratish, qarorlar qabul qilish jarayonlariga bilvosita ta'sir o'tkazish va eng asosiysi insonlarning ongiga ramzlar va mafkuralar orqali ta'sir ko'rsatishdir. Ko'pchilik bilmaydigan jihat shundaki, masonlik faqatgina Yevropa yoki AQSh bilan cheklanmagan. 19-asrda Usmoniy imperiyasida ham mason qalalari faoliyat yuritgan va ular davlat ichida islohotlarga ta'sir ko'rsatishda muhim rol o'ynagan. Istanbuldagi Galata qalasi o'sha davr siyosiy elitasining yig'ilish joyiga aylangan va ba'zi tarixchilarga ko'ra Ittihod va Taraqqiy partiyasining shakllanishida ham masonlarning hissasi bo'lgan. Lotin Amerikasida ham mustaqillik harakatlarining ko'plab yetakchilari masonlar bo'lgan. Masalan, Simon Bolivar yoki Jose de San Martin kabi inqilobchilar masonlikdan ilhom olib mustamlakachilikka qarshi kurashgan. Bugungi zamonga kelsak, masonlar haqida turli fitna nazariyalar keng tarqalgan. Ayrim manbalarda xalqaro moliya institutlari, markaziy banklar va hatto BMTdagi ayrim qarorlar masonlik bilan bog'lanadi. Hamma narsani ko'ruvchi ko'z ramzi nafaqat masonlar, balki AQSh dollaridagi mashhur belgiga aylangani bejiz emas. Bu ramz odamlarning ongiga kuzatuv va nazorat g'oyasini singdiruvchi siyosiy qurol sifatida ham talqin qilinadi. Masonlikning siyosiy ta'siri ko'pincha yashirin lobbichilik orqali amalga oshadi. Katta davlat kontraktlari, xalqaro bitimlar va hatto urushlar fonida ham mason doiralari borligi haqida mishmishlar doim uchraydi. Ko'pchilik bilmaydigan yana bir jihat, Sovet ittifoqida rasmiy ravishda masonlik taqiqlangan bo'lsa-da, 1980-yillarda ayrim ziyolilar va partiya elitalari yashirin ravishda mason doiralariga qo'shilganlikda gumon qilingan. Ba'zi tadqiqotchilar SSR parchalangandan keyin paydo bo'lgan yangi biznes elitalar orasida masonlik ramzlaridan foydalanilganligi qayd etiladi. Shu sababli bugungi kunda ham masonlar haqida gap ketganda, ularning ta'siri nafaqat g'arbda, balki sharqda ham mavjud bo'lgan qarashlar paydo bo'ladi. Masonlik haqidagi asosiy sir shundaki, ular o'zlarini doimo jamiyat uchun foydali, ochiq xayriya va ta'lim bilan shug'ullanadigan tashkilot sifatida ko'rsatadi. Biroq ko'plab davlatlarning eng muhim siyosiy arboblari va qaror qabul qiluvchi doiralari ularning ichidan chiqqani, ularning siyosatdagi rolini yashirib bo'lmasligini ko'rsatadi. Masonlik nafaqat tarixiy birodarlik, balki siyosiy tarmoq, global mafkura va zamonaviy dunyo siyosatidagi eng ko'p muhokama qilinadigan soya kuchlardan biri sifatida baholanadi.